Hürmetlik radyo anlıqçılar. Hazır Amerikalik məşhur yazğıcı Edis Wharton'ның Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Gubarsız Yıllar namlıq romanını anlatdımız. Archer tam məşnin qışığı gəldi. Qolidagi sigaretning külini o'choqning ichiga qiqib etdi. Oraniska xonimning shaxsiy ishlaridan xabarsizman. Biroq askartganlaringizni oydinlashtirib bilishimning hech qanday zaruriyati yo'q. Oy, hech nimani askartganim yo'q-ku. Askartayotganlar bor deyilsa, Lifertis shularning biri. Lifertis onunğa muhabbat izhor qilib, takisni yegan heliqi ablah. Archer kamsitgan holda vaqirab degidak etdi. Shundaqmi? Dedi qarshi taraf oldirab tinib. Xuddi bu uning Archerga qiltaq qurib degizmoqchi bo'lgan gapidakli bilindi. U yanala tam mashqishida qiypash o'ltiradi. Ko'zlari Archerga tikilgan edi. Xuddi yuziga purjini bekitib qo'ygandakli ko'rinadi. Onun Beaufort tikmollaq tushishdan burun ketib bo'lmag'ini chataq bo'ldi. Yana takrorladi u. Agar amda qaytsa, Beaufortmi amda vayron bo'lsa, ko'pchilikning qarshini isbotlab qo'ydigan bo'ldi-da. Shuni qo'shim chiqib qo'yay. Bu faqat Lifertisningla qarshi emas-jumi. U hozir qaytmaydi. Hargiz qaytmaydi. Archer bu gapni eg'izdan chiqarib bulibla, buning dal Jacksonning kutayotgani ekanligini his qilib qoldi. Jackson apandi uni ko'ngil qo'yib dangsab baqdi. Bu sizning qarshingiz, shundaqmi? Aniqki, bular sizga ayon, hammaylanga ayon. Midoraning qilib qolgan ashu 2 tok pulimi Beaufortning changilida. Onun yardımısız bu iki ayalının qandaq yaşaydiganligini o'ylab yetenmeyman. Albatta, cho'ng Katerinning xushlig'i tutib qolsa, Oraniska xonim uningdan ozroq yordamga erisha. Uning bu yerda turib olishiga izchil qarshi. Katerinning pulni jinidan eziz ko'rdigini hammamizga ayon. Uning ustiga oilasidagi boshqalarmi uning qilib qilishini ancha xolab ketmaydi. Archerning g'azibi o'rildi. Biroq qo'lidan keladigan faqat shu titit bo'lishli edi xolos. U ahmoqona ish qilib qo'ydiganligini aniq bilib turib, yana izchil shunda qilayotgandek kayfiyat turib-atdi. Oraniska xonim bilan momisi va boshqa tuqqanlari o'tirisidagi ziddiyatni Archer tushunmaydi. Buni Jacksonning bayqab Archer his qilib yetdi, ham oila yig'inlariga o'zining qatnashtirilmasligidagi sababga qarata Jacksonning hukm chiqarib bo'lganligini misasdi. Bu amaliyot Archerga cho'qim ehtiyotchanlik bilan ish ko'rish to'g'risida ogohlantirish berib atadi. Biroq Beaufortning samon ostidan suv yugurtishlariga doir ishlar uni hech nima bilan hisoblashib o'tirmaslikka undaydi. U o'zining tinch amalligini o'ylashib o'ltirsimi bo'ladi. Ammo Jacksonning qandoqli bo'lsin, opasining uyiga kelgan mehmon ekanligini, shundaqla o'zining mehmoni ekanligini o'ylab qoldi. Chunki Koni Nyu-Yorkning qoidasida mehmon bilan elib borgan munozirni gap talashishga o'zgartib qo'yishga bo'lmaydi. Yuqoriga chiqib, opamni topaylimi? Dedi Archer sigaretning eng oxirgi kulini mis kuldonga qiqiyotgan Jackson apandiga tuyuqsizla taklif berib. Payton bilan uyga qaytish yo'lida May g'alitili chimib ketdi. Archer qorong'udimi Mayning ashu tahdidlik qizillikning qo'yinda qolganligini his qila oldi. U nimadan derak berdi? Archer buni so'rayolmaydi. Ammo uning Oraniskaning ismidan kelayotganligi aniq. Hushyorligini qattiq o'stirishga bu amaliyotning ogohlantirish kuchi yetib oshadi. Ikkalan ikkinchi qavatga chiqdi. Archer burilibla kutubxonasiga kirib ketdi. Odatda May hamisha uningga ergishib kiradi. Ammo bugun Archer uning koridorni bo'ylab udul mang'inni angladi.
oyoq devishidan uning hujriga kirib ketganligi ma'lum bo'ldi. May! Archer chechilgan holda uni tovladi. May uning qishig'i kelib, intonatsiyasidan sal hayron bo'lgandek uningga lappida qarab qo'ydi. Bu lampadan yana is chiqilib turibdi. Chakarlar piltisini vaqti-vaqtida kesib, tekshirib qo'yish kerakdi-ku. U nervis tutgandek chalvaqab ketdi. Kechiring, endi bunday ish yuz bermaydi. U opsdan o'rganib olgan qat'iy ham xushal talaffuzda javob berdi. Bu Archerning texmi jiniga tegdi. Chunki uning bu kichik bolalarni qo'llaydigan gapdek bilinib ketgan edi. May sal egilib, lampaning piltisini cho'kirdi. Lampa uning oppoq mo'rilarini va chiroyli yuzlarini yo'ritdi. Archer ko'nglida, "O, ne kadar yaşa. Bundaq turmuş azmilik bilan yana qancha yillar davom qiladi?" deb o'ylab qoldi. Archer o'zining urg'ib turgan yoshlik bahorini, qon tomirlaridagi o'qchib turayotgan qaynoq hissiyotni bir xil qo'rqinish ilkida his qildi. "May," dedi u nihoyatda temkinlik bilan. "Pat arada Washingtonga berib bir necha kun turib qolishim mumkin. Kelar haftalarda." May yanala lampaning piltiguchi bilan aytishqash oldirmay Archerga yuzlandi. Chirog'ning qiziqi uning yuziga ozroq qizillik ato qilgan edi. Biroq beshini ko'targanda chiroyi yana tatirib ketdi. Hukumat ishi bilan boramsiz? So'radi u. Talaffuzidan boshqa sababning bo'lishi mumkin emas degandek ma'no chiqib turadi. Bu gapni so'raganda hech qanday o'ylanishdan o'tkazmay, faqat shu jumlani tamomlash uchun degandek qiladi. Albatta hukumat ishi bilan borman. Patent huquqiga oid bir deloni Oliy sudga topshiradigan ish bor edi. U kashfiyotchining ismini qo'shib qo'ydi. Andin Lawrence Leffertisning usuli bo'yicha ujur bujurlargacha tushuntirib ketdi. May nihoyatda ko'ngil qo'yib anglag'ach, "Shundoq, bildim" degan so'zlarni qo'shib turdi. "Muhit almashtirib turganingizmi foydali?" dedi May Archerning gapi tugaganda xotirjam qiyofatda. "Biroq menga va'da bering, cho'qim ilini ko'gash kelin." U bu gapni degash Archerning ko'zlariga kulimsirgunicha tikildi. Talaffuzidan kishini bezor qiladigan ma'lum bir xil ma'no chiqib turadi. Mundaqcha aytsak, oilaviy majburiyatni yodidan chiqarib qo'ymaslikqa Archerni ogohlantirib o'tadi. Mana bu u ikkisining orasida mushu masala haqida bo'lingan birdan-bir parang. Ularning qabul qilgan ashu qeliplashgan tarbiyasi bo'yicha bo'lganda, bu gapning ma'nosi Sizga muayyan kishilarning elinga bo'lgan qarashlarini men tushunaman. Ham oilamizdagilarning uni erining qishiga qaytarish uchun ko'rsatayotgan tirishchiliklarga chin dilimdan hissdoshlik qilaman. Ma'lum sabab tufaylidan menga tashabbuskorlik bilan aytolmayotgan ishingizni, ya'ni ilgari uni bunday qilishdan to'sqanligingizni bilaman. Ammo oilamizdagi cho'nglar, biz va mo'mammo uning shunday qilishiga qo'shilamiz. Yani siz madad bergachkila elin ko'pchilik bilan ochiq oshkora qarshilashib, bugun kechda Jackson apandining sizga dartimlab ishorat berishidek o'zal oqibat kelib chiqdi. Bu askartishlar shuncha achchig'ingizni keltirib etibdi. Ishoratlarga oz bo'lmadi, biroq siz boshqalarning askartishlarini qabul qilmadingiz. Şoň bizdek bundaq tarbiya ko'rganlarning ko'ngilsiz ishlar haqidagi birdan bir fikr almashtirish usulimiz bo'yicha o'zimni eskartib o'tay. Washingtonga borgandan keyin elini ko'ngli bardiganligingiz aniq. Bu farzimni sizga uqtirib qo'yay. Allohdan mush ish uchun bormoqchi bo'vatamsiz texi. Uni cho'qim ko'makchi bo'lgan ekansiz. Undaqda mening to'liq ruxsatimni ep bering. Hem yengil taklif bilan qilayotgan ishlaringizning qanday oqibat ep keldiganligini mush fursatda elinga tushuntirib qo'ying. deganlik edi. Bu ovozsiz uchurlarning eng oxirgi bir jumlasini yetkazayotgandimi, Mayning qo'li yanala piltini o'ngshash bilan aldirash edi. U lampaning piltisini cho'kirib, sheshini oldida qop-qora is aralash kuyayotgan o'tni pulab o'chirdi. O'chiriblavasam purq tugagidek. U oila boshqarishga mahir salobati tushundirdi.
Әтсі Wall Street ko'chasida Beaufortning ahvoliga aloqador tasalli xarakterdagi xabarlar ko'proq taraldi. Kishilarning eg'izda jiddiy ahvolga yo'liqqanda u huquq va ta'siri bor nom-obro'li kishilarni izlabdi. Ham bu jihatda muvaffaqiyat qozonibdi degan gaplar bor edi. Bu kuni oqshimi Beaufort xonim mo'misdan qolgan marjonni taqib, chiroydan kishilarga tanishlik bo'lgan tabassum jilva qildirgunicha teatrxonada paydo bo'ldi. Shuning bilan ijtimoiy aloqa sohasidagilarning ko'ngli aromiga tushib, deyishdi. Nyu-York jamiyati savdo maydonidagi qonunsiz qilmishlarni ayblashda qilch yuz xotir qilmaydi. Bugünge kadar hammaga tushunishlik bo'lib ketgan bu qoida biror nima oyib qo'ymagan edi. Bu xil samimiy qoidani buzgan kishi cho'qim badal to'laydi. Hammaga ayonki, Beaufort bilan xotinimi o'xshashla mushuq qoidalarning ziyniga uchrash sifatida hech qanday munozarsizlar bu sahnaga so'rab chiqariladi. Şuğunisi bu işgeylerini tatip çıkırış müşkül iş bulup kalmay, nurgun oңайсызlıklarını keltirip çıkırattı. Beaufort xotunning yo'qolishi ularning quyuq munosabat doirasida zo'r bo'shliq paydo qilishi turg'anli gap edi. Ba'zilar Nyu-Yorkdagi eng esil tanzixonadan ayrilib qoladiganligiga hasratlanib, xo'rsinishni muddatdan burun boshlab o'tgan edi. Bular dal ashu ziyoda nadon, beparvolikdan axloq xatiriga uchrashga parvo qilib ketmaydigan kishilar edi. Archer Washingtonga qat'iy berish o'yiga keldi. O'zi mayga aytgan heliqi da'voning sud qilinish vaqtining tezroq kelishini, shu bahonada heliqi ziyoratini qamlashtirib ishga oshirib olishni kutib. Ammo ikkinchi haftaning seshanba kuni Lightbray apandidan Diloning bir necha hafta orqaga surilishi mumkinligini uqdi. Moshundaq bo'lsa-mu, bu kuni tushdan keyin uyga qaytib kelganda yanala atsi kechqurun yo'lga chiqaverishni qaror qildi. Taliga May uning kasbiy turmushini zodila tushunmaydi ham qiziqib ketmaydi. May balkim bu ishning orqaga surilganligini bilmay qolar. Bilib qolgan holatdami shu chaqda uningga aytgan davolashquchining ismini yodiga ola olishi notoyin. Mayli nima bo'lsin, Oraniska xonim bilan ko'rishishni Archerning amda orqaga surgisi yo'q edi. Deydiganlari bakli yig'ilib ketgan edi. U chorshanba atigini ishxonaga kelib, Lightbray apandining g'amga petib o'ltirganligini ko'rdi. Beaufort shuncha qilibmi o'tkaldan yanala o'tamagan edi. Biroq u o'zini qiyin ahvoldan qutulib ketdim degan yolg'on gapni tarqatib, omonat qo'yg'uvchilarni xotirjam qilgan edi. Tünügün kechga qadar bankaga turkumlab pul kirdi. Ammo amdilikda kishini sarosimiga soladigan xabar avjiga chiqqala turdi. Oqibatda bankada qistan ishda pul ilish yana boshlandi. Banka bugun ishdan tushdan burunla taqilib qoladigandek qiladi. Kishilar Beaufortning ishlari haqida bas-basda munozara qilishyotdi. Uning mag'lubiyati Wall Street ko'chasining tarixidagi eng qamlashmagan ishga aylanib qoladigandek turadi. Bu ish Lightbray apandining chiroyini tatartib, ilojsiz qolganligini bilindirib qo'ygan edi. Ömrümdə nurgun osal ishlarni uchirtib ekanman. Lekin hech qaysisi bu ishdak osal emas edi jumo. Biz tanıydigan har bir odam ya mundaq, ya undaq zarbiga uchraydigan bo'ldi. Hey, Beaufort xonim qandaq qila? Nima qila ola? Manson Mingot xonimga mo hesdashlik qilaman. Mushi yoshga kelganda bu ishga qandaq bardoshlik berakin. U izchil Beaufortga ishinib kelgan edi. Texi uni do'stim deb bilatdi. Yana Dallas jamiyatidagi barliq urug' tuqqanlarchu. Bechora Beaufort xonimning hammanglar bilan tuqqandarchiligi bor emasmi? Onun birdan bir amali erdan ayrilib ketish. Biroq buni uningga qandaq degilik? Erining yenida qilishqo uning burchi. Elimi yaxshi, u izchil Beaufortning ishlarini ko'masga sep keldi. Ishik chekildi. Lightbray apandi ishtik burilib, "Ha, nima ish? Meni avar qilmanglar."
xizmatchi xodim bir parcha xatni Archerga beribla chiqib ketdi. Archer xotinining pochirkisini tunidi. Xatda munula yozilgan edi. Tezdan shaharga kiring bo'lamdi. Tunagin kesh momamning kesili qo'zg'ilib qapti. Hech aqlim yetmadi. U bankiga aloqador qo'rqinchli xabarlarni hammadan burun anglab bo'pti. Lofil tag'am ovi chiqib ketibdi ekan. Bichora dadammo yuzi tushib ketishdan bak ansirab ketgishga betap bo'lib to'xtamay qizib yetibdi. Sirtqa chiqqanmidek, opam sizga bak muhtoj bo'lib ketdi. Menmo yo'lingizga qarabla qoldim. Tezdan momamnikiga keling. Archer boshliqiga xatni sundi. Bir necha minutdan keyin Mala ko'chasidagi qistan paytonga o'ltirib, shimoliy yo'nalishga qarab oldirmay yo'l oldi. 14-ko'chaga kelganda yana maxsus 5-ko'chaga boradigan ommaviy paytonga almashdi. Bu payton jaloqshib turadi. Soat 12dan oshganda heliqi kelangsiz qatnash quroli uni Katerinning qo'rosi oldiga tashildi. Odatda u ega bo'ladigan birinchi qavatdagi hujraning deraza tubini qizi Villand xonim bilan ikkisining bir-biriga zodili mos kelmaydigan simosi egilgan bo'ladi. Villand xonim Archerni ko'rib, arg'in chiroyga kulki yugurtganicha uni qarshi oldi. May eshik oldiga chiqib kutib oldi. Koridor qarmaqib boshqacha bo'lib qolgan edi. Bu pakiz, ratlik turalg'uning kasallik hujum qilganda kirib qoladigan alohida siyoqi edi. O'rindiq tepasiga yepincha va xorum kiyimlar to'vilangan. Shira ustiga doktorning sumkasi va paltosi qo'yilgan. Yanada hech kimning echqa royi yo'q xatchak va nom kartalar tashlanib turadi. Mayning chiroyi tatargan bo'lsa-mu, uningga kulimsirab boqqanicha munulani aytib berdi. Bu Benkem doktorning ikkinchi qaytim kelishi ekan. U xili ishonchli gap qilibdi. Mingot xonimning yashashga va salomatligining asliga kelishiga qarta tutgan qaysar pozitsiyasi ko'pchilikni xilila jonlantirib qo'yibdi. U Archerni momisning kundalik faoliyat qiladigan uyga boshlab kirdi. Bu uydan udul hujraga kiradigan eshik hem yepilib, ustiga eg'ir seriq parda esilgan edi. Villand xonim bu yerda uningga odamni sarosimiga soladigan asrash aralashgan ovozda bu xatarning kelish sababini tafsiliy so'zlab berdi. Oldingi kuni kechda nihoyatda sirliq ham qo'rqinchli bir ish yuz beribdi. Taxminan soat 8larda Mingut xonim odati bo'yicha har kuni tamoqdan keyin o'ynaydigan yolg'iz kishilik qarta o'yinini oyoqlashtirib turishiga eshik qo'ng'irqi jiringlabdi. Xizmatkor chiqib qarasa, qalin bo'k kiyib olgan bir xonim mo'may bilan ko'rishmoqchi ekanligini aytibdi. Xizmatkor uning kimligini bilmabdi. Bosh xizmatkor bu ovozni nihoyatda tonish his qilib, faoliyat uyining eshigini ochib, Julius Beaufort xonim keldi, deb xabar qilibdi. Arqadan bu ikki xonimni uyda qoldirib, eshikni yepib etibdi. Uning farizcha u ikkisi taxminan 1 soat paranglashganmish. Mingot xonimning qo'ng'irqi jiringlagan chog'da Beaufort xonim ketib bo'lgan ekan. Qarasa, Mingot xonim o'zi yolg'iz ashu cho'ng o'rindiqda chiroyi tamdek tatargan holatda o'ltirgandek. U bosh xizmatkorga o'zining hujraga akirib qo'yishni ishorat qilibdi. Shu chog'da u qarmoqqa nihoyat parishon ko'rinsa-mu, as ho'shi joyida ekan. Arg'un ayol xizmatkori uni karavatiga joylashtirib bo'lib, odatdagiga o'xshashla bir stakan choy akirib bergandan keyin uy ishini saramjonlashtirib qo'yib chiqib ketibdi. Biroq kech soat 3da qo'ng'iroq yana jiringlabdi. Ikki xizmatkor bu benormal chaqiriqni anglab, darhol yugurib ketdi. Qarag'udek bo'lsa, uy egisi ochiq kulgunicha, jon yo'q bir qo'lini pastga sangalatib, yostiqqa yo'langanicha o'ltirgandek. Bu qitimqi shamoldorish ancha ig'ir emasdek qiladi. Gapi har holda aniq edi. Maqsadini uqtiralaydi. Uning ustiga doktorning tunji qitimliq diagnozidan uzoq o'tmayla yuz muskullarini kontrol qilishi asliga keldi. Bu ish butkul oiladagilarni bahli qo'rqitib etdi. Ular ishning sababini bilgandan keyin qattiq g'azablandi. Ko'pchilik Mingut xonimning kamtuk so'zlaridan Regina Beaufortning o'tinish bilan kelganligini uqdi.
erini qo'llash uchun, uning qiyin o'tkaldan o'tib olishi uchun o'zining so'zi bo'yicha aytganda bizni tashlab etmanglar debdi. Amaliyotda butkul oiladagilarga ularning satchiligini yoshirish ham kechirish haqida gap aytqili gap degan. Onunğa aytdim, nam şöhret degan nam şöhret, samimiylik degan samimiylik. Bular Manson Mingot oilasida menga o'zgarmaydi. Taki meni mush yerdan ochiqib ketguncha. Degan edi Mo'may yerim palash bemorning g'arang-g'urung ovozda kekashliginicha qizining qulqiga. Biroq hamma mening familiyam Regina Dallas deganida men uningga Beaufort seni uncha yoqutlar bilan o'rab jabdub, familiyangni Beaufort qilib bo'lgan. Mana endi izo ahonat bilan jabduydigan bo'ldi. Shunga sening familiyang yanada Beaufort bo'lishi kerak dedim. Welland xonim yig'lab turib, nihoyat qo'rqib ketgan holda bu ahvollarni esladiginicha bayon qildi. Bu benormal buruch zimmasiga yuklandi. Eng oxirida kishini bezor qiladigan bu reallikqa yuzlanmasi bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Shunga uning chiroylari tatirib, tugishib ketayli degan edi. Qiynatimizdan yushiradigan bo'lsam yaxshi bo'ladi. U hamisha Avgustda menga ishim og'risin, oxirgi orzularimni bechit qilib etmagan deb yuradi. Biroq qanday qilsam, bu qo'rqinchli ishni uningga bilindirmasman. Dedi bechora xonim yig'lab turib. Appa, dadam hilmi yaxshi bu ishlarni ko'midi. Dedi qizi askartib. Welland xonim xo'rsinig'inicha etdi. Haras, hilmi uning og'rib yetib qolgani. Benkim doktor uni taki bechora opamning kesili yaxshilanganiga qadar yetib oram elishga buyurib etadigan bo'ldi. Regina mo nega ketdikin, ko'zdan yo'qolib turdi-ku. Archer odamsiz qop-quruq ko'chaga hangviqib qarganicha deraza tubida o'tirmoqda. Roshanki uning chaqirtib kelinishi birak konkret yordamda bo'la oladiganligi uchun emas, balki asosligi qiyin ahvolga duchor bo'lgan ayollarga tayanch bo'lish uchun edi. Lofil Mingot apandiga telegramma yo'llandi. Nyu-Yorkdagi jamoat a'zolariga xabar avatildi. Bu mezgilda Beaufortning ishi va xotinining bo'lmog'ir qilig'i keltirib chiqargan yomon oqibatni kusurlashib g'ulg'ul qilishdan boshqa ishim yo'q edi. Lofil Mingot xonim bayatdan boshqa bir uyda xat yozayotgan edi. Hozir yana bu so'z cho'chaklarga aralashqili qaytib chiqdi. Yeshi cho'ngroq xonimlar birdek mundaq qarashdi edi. Ularning ashu davrida agar bir erning savdo sohasida yuzi tushib ketsa, uning xotinida birli xiyol bo'ladi. U bo'lsa-mu asta o'zini chetga elish, eri bilan tang demini ichiga yutish edi. Bechora Sipesir momimiz, ya'ni sening momang buning tipik misoli may. Albatta, Welland xonim oldirab tenab qo'shim chiqildi. Bobangning moliya qiyinchiligi shaxsiy xarakterini olgan. Qarta o'ynab o'tirganmi yoki boshqalarga qarz berib turganmi? Menga izchil toza aniq emas. Chunki opamning bularni tilga og'iz kelmaydi. Biroq u yezida cho'ng bo'lgan. Yuzi to'kilgan ish yuz bermagach kimikin ish qilib opasi bilan Nyu-Yorkdan ketibdi ekan. Ular Hudson daryosining yuqorqi eqini bo'yiga o'ltiraqlashibdi. Yillar o'taveribdi. Taki opam 16 yoshga kirguncha turibdi. Sepesir momam hargiz Reginadek uydagilarning qo'llashini talab qilmabdi ekan. Shaxsiy xarakterdagi izohu necha yuz xatoligi yo'q kishilarni vayron qilgan satchilik oldida hech nima emas-ku. Shu emasmi? Reginaning yushurnib o'zini osti daldig'i og'ini boshqalarning qo'llashini o'tingandan tuzikrak. Dedi Lofil xonim qo'llash talaffuzida. Anglashimcha, uning o'tgan haftaning 5 opera ko'gilib bag'anda taqib olgan marjini Power Bilak zibizinat do'konining shu kuni tushdan keyin qo'ldan chiqargan sinoq buyumi ekan. Bilmadim, u qaytirib oladimi ekan? Archer hammasining birdek ayblashlarga beparvolik bilan quloq soldi. Uning miskin datmanligimi uni ojizlashtirolmaydi.
Lemir Strasis iqimidikilarga o'xshash fursatparastlarla nurg'un ko'ziga sig'maydigan qo'lliqlar bilan oyoq moy do'kuni uchun necha million pul to'playdi. Biroq samimiy, sap bo'lish yanada koni Nyu-York pul muomala sohasining axloq o'lchami. Beaufort xonimning ishi Archerga ancha cho'ng ta'sir qilib ketmadi. Shu g'azablanib ketayotgan tuqqanlarga selishtirganda, u aniqki, uning uchun texmi afsuslandi. Archerning qarashicha, xotinlik rishti ishlar o'ngishli chog'larda uzilib ketsa bo'ladiki, qiyinchilikqa duch kelganda aksicha po'latdek chingib ketish kerak. Lightbray apandi aytgandek, eri qiyinchilikqa yo'liqqanda xotini cho'qim yanada madad berish kerak. Biroq yuqori tabiqadagilar hargizmi Beaufortning talabini qilmaydi. Beaufort xonim dapyuzlik bilan o'z beshimchilik qilib uni qo'llamoqchi bo'ldi. Bu xiyoli uni Beaufortning qo'lchimoqchisiga aylantirib qo'ydi. U jamiyatdagilardan erining sodadagi satchiligini yoshirishib berishini o'tindi. Mushu xiyolning tug'ilishining o'zila zo'r xatolik. Chunki jamiyatning bir hujayrasi bo'lgan oila undaq ishlarni qilsa hargiz bo'lmaydi. Arg'un ayol xizmatkor Lofil xonimni koridorga chaqirdi. Birdamdan keyin u qapoqlarini turgunicha qaytib keldi. Elin Uraniskaga telegramma yollaydigan ishkan. Albatta, men burla uningga xat sevetdim. Medorag'imni sevetgan edim. Biroq hozir qarmoqqa telegramma yollab, uni yolg'iz bir kelib keting demasam, bo'lmaydigan o'xshaydi. Bu xabarni kutib olg'ini eg'ir jimjitlik bo'ldi. Vinland xonim eg'ir uxtatdi. May o'rnidan turib ketdi-da, yerda chechilib yotgan bir necha parcha gazetni yig'ishtirishga boshladi. Meningcha bu telegrammani chuqum yo'llashimiz kerak ekan, dedi Lofil Mingot xonim orqadan. Xuddi birarining qarshi chiqishini umid qilayotgandek. May burilibla uyning o'ttirsiga qarab mangdi. Albatta yo'llashimiz kerak, dedi u. Momam o'zining nima qilmoqchiligini aniq biladi. Uning talabini chuqum qandirishimiz kerak. Sizning o'rningizda telegramma mazmunini yozib beray. Bo'lamdi hamma. Agar darhol yo'llasak, Ellen balkim at saharning poyiziga ulguralishi mumkin. Xuddi ishkital kumush qo'ng'iroqni jiringlatgandek, u ashu ismni eg'izidan noyatimi aniq alohida chiqadi. Hay, hozirla yo'llayolmaymiz. Jasper xizmatkor bilan xat, telegramma sog'ili chiqib ketgan. May kulimsirginicha eriga burildi. Biroq bu yerda Nevland buyruq kutib o'ltirdi. Siz berib telegramma yo'llab eting, bo'lamdi Nevland. Tushlik tomoqqicha yo'llab bo'g'ilib. Archer o'rnidan turib duduqlig'icha ma'qul bo'ldi. May cho'ng Katerinning atirgul yog'ochliq qatlanma yeziq ustiliga berib o'ltirdi-da, ancha mahir bo'lmagan cho'ng harfda telegramma mazmunini yezishga boshladi. Yezib bo'lib, siyoh sumirish qog'ozda sumiritib quritgandan keyin Archerga berdi. Pekmo afsus, dedi May. Ellen ishkinglar yo'lda o'tishib ketadigan bo'ldinglar-da. U burilib apsi va hammasiga tushundirdi. Nevland Washingtonga boradigan bo'lib qolgan edi. Oliy sudga topshiradigan patnet delosi balkan. Meningcha, Lofil tag'am atli qaytib keladi. Momamning kesilimi yaxshilanishga yuzlanyapti. Nevlandni xizmatidan qo'ymasaqmi bo'la? May gapini to'xtatib javob kutdi. Vinland xonim oldirab tinab ifoda bildirdi. Albatta shunday qadrligim. Momam undaq bo'lishini xohlamaydi. Archer telegrammini tutqunicha chiqib ketib, qiynanasining biroq Ellen Uraniskani telegramma orqali chaqirtib, nima ish qildi deganini angladi. Orqadan Mayning ovozi aniq anglandi. Oxirgi burching yanada erining yeniga qaytish deb, yana bir qatim ta'kidlab qo'ymoqchidir balkim. Cho'ng darvoza Archerning orqasidan yepildi. U aldirash pochtaxonaga yurib ketdi. Zadi qanaq yeziladi? So'ridi heliqi kaskin chiroy xon qiz.
G'arbiy Birlashma pochta idorasining tijorat o'rnida Archer xotinining telegrammasini mis jozdan o'tkazib, u xon qizga amdili sunib berib turadi. O Ranis K. Archer qayta bir takrorlab, Mayning ilmab yozgan xatlari ustidagi chet el yeziqini bosmichi iznolab chiqdi. Bundaq ism New-York telegraf idorasida ko'p uchirmaydi. Hech bo'lmaganda mushu rayonda. Bu bir kutilmagan ovoz edi. Archer kayniga burildi. Lawrence Liefertis takshib burtini silg'inicha yenidil turadi. Telegrammaga ko'zning qirinimi sanmagan holatda bo'lib olishga urinayotganligini bilib olish tas emas edi. Yaxshimisiz, Nevland? Sizga mush yerda yetishib olalaydiganligimni pamlagan edim. Cho'ng Mingot xonimning shamoldarib qolganligini texib bayla angladim. Uyga baray deb tursam, sizning bu ko'chaga burilganligingizga ko'zim tushib qoldi-da, orqangizdan agishib keldim. Farzimcha shu uydan kelayotgansiz? Archer beshini langshitdi va telegrammani rujak ostidan ittardi. Ahvoli bak og'ir ekan, shundaqmi? Liefertis so'zni davomlashtirdi. Tuqqanlarga telegramma selayotgansiz qachon? Agar telegramma selinadiganlar qatorida Oraniska xonimi bor bo'lsa, meningcha bu kasalning nihoyatda og'ir ekanligini tushundiradi. Lavlari tatishib ketayotgan Archer o'zida bir xil yavoyi qaramliqning qutirayotganligini his qildi. Mushti yenidagi qamlashgan so'qchoq yuzga tegib ketadigandak qiladi. Nemishqa endi? So'radi Archer. Munozaradan o'zini tatishga mohirligi bilan nom chiqargan Liefertis qoshlarini etib qo'yib, chiroyini kulkilik, g'alati tusga kirgizdi. Chiroydan qarshi tarafga Rojakning ichki tarafidagi qiz diqqat bilan qarab qelyotdi deganni bildirmoqchi bo'layotganligi chiqib turadi. Archer uning chiroyidan xaloyiqning oldida chechilishdan bakrak o'sal qiliq yo'q degan unsiz gaplarni anglayotgandek bo'layotdi. Yurish turishqa bo'lgan ashu talablarga qarata Archer azaldan hozirgidek beparvo pozitsiyada bo'lib boqqan emas. Lawrence Liefertisga jismoniy azobning ta'minini tetitib qo'yish uningda vaqtincha paydo bo'layotgan qaramliqdan iborat edi xolos. Mushundaq ahvolda uning bilan Ellen Oraniskaning gapini qilishish har qanday sabab asos qilingan bo'lsa-mu, odamning aqli yetmaydigan ish edi. U telegramma haqini to'ladi. 2 yosh billilla ko'chaga chiqishdi. Bu chog'dagi Archer o'zini tutib olish holatiga o'tib bo'lgan edi. Mingot xonimning ahvoli ko'p yaxshilanib ketdi. Doktor ansirgudek ish yo'q deydi. Liefertisning chiroyida ko'ngli orom topgandek ifoda aks etdi. Orqadilla Archerdan Beaufort to'g'risidagi yomon gap so'zlarni anglamaganligini so'radi. Bu kuni tushdan keyin Beaufortning vayron bo'lganligi to'g'risidagi e'lon har qaysi gazetlarni qopladi. Bu xabarning tarqalishi natijasida Manson Mingot xonimning shamoldarib qolganligi muhim xabar bo'lish o'rnidan mahrum qoldi. Bu ikki ish o'rtasidagi sirliq bog'lanishni biladigan nihoyatda oz sondagi kishilar cho'ng Katerinning kesiliga hargizmi semizligi va yeshining sabab bo'lmaganligini o'ylab yetalaydi. Beaufortning qilmishi tufaylidan butun New-York bir qavat qora ko'langa orsida qoldi. Xuddi Lightbray apandi aytgandek, uning esida qolgan ishlar ichida buningdan o'ta o'sal ahvoldagilar yo'q. Hatto ayni chaqda bu advokatlik o'rnini barpo qilgan Lightbraytning xotirasida bo'lib boqqan emas. Vayron bo'lish muqarrarlikka aylanib qolgandan keyinmi banka yana to'liq bir kun pul yiqqan. Nurg'un xaridorlar ya mavu cho'ng jamatga ya avu cho'ng jamatga mansub bo'lg'achqa Beaufortning aldamchiligi texmu zaharxanda bo'lib ko'ringan. Agar Beaufort xonim bu baxtsizlik do'stlikqa bo'lgan sinoq degandek gaplarni qilmagan bo'lsa, kishilar bu xonimga bo'lgan hesdoshlik yuzasidan bo'lsa-mu, uning eriga bo'lgan ochig'ini sal besib olgan bo'lar edi. Biroq u mushundaq gaplarni eg'izdan chiqargandan keyin bo'libmi kishilar uning Manson Mingot xonimni kechilab izlab berishidagi maqsadini bilgandan keyin ularda
bu ayol ko'ngli qorliqda erini necha qatlaydi ekan degan qarash shakllandi. Uning ustiga o'zining chet ellik ekanligini bahona debmi kishilarning aposiga erishamaydi. Ammo Beaufortning chet ellik ekanligini nazarga elish o'z navbatida ularga ozroq tasalli etkilatdi. Janubiy Karolina shtatidagi bir ahvolga diqqat bilan qarasa, hamma ustuliq bilan u noyta tezlik qaytadan o'rnidan dasturdi deb qo'ysa, masalaning jiddiyligi zo'r darajada suslashgan bo'ladi. Kishilarga to'yning yemirilmas ekanligidan iborat bu reallikni qabul qilishdan boshqa imkoniyat qolmagan bo'ladi. Ijtimoiy aloqa sohasi Beaufort er-xotinning qatnashsizmi davomli mavjud bo'laveradi. Ish hamon bir xarakter bilan natijalash kerak. Bu qitimqi ishning ziyonlanuvchilaridan bo'lgan Medora Manson, bechora cho'ng Lanin xonqiz, uningdan boshqa yaxshi oilalarning xato yo'lga kirib qolgan xonimlari Henry Van Derleton apandining gapiga quloq solgan bo'lsa, Shimoliy Karolina shtatidagi Regina degan kichikli bir yerga makonlashish. dedi Archer xonim xuddi diagnoz chiqarib, davolash loyihasini o'tirib qo'yayotgandek talaffuzda xuloslab. Beaufort arayollar uchun eng yaxshi chora bo'lsa kerak. Beaufort izchil bayga otlarni beqib juratdi. Endi eng yaxshisi payton tartadigan otlarni baqqini tuzuk. Bag'lashimanki, u cho'qim Raurus ot bediklaridan bo'lib qoladi. Ko'pchilik bu fikrga qo'shildi. Ammo hech qaysisi Beaufort er-xotinning buningdan keyin qanday qilmoqchi bo'layotganligini so'rg'udek bo'lmadi. Әтсі Мансон Менгот xonimning ahvolida xeyli yaxshilanish bo'ldi. Gapdan qilishdak eg'ir ahvoldan qutulib, bemalol buyruq tushiralaydigan bo'ldi. O'zining oldida har qanday birining Beaufort er-xotinni tilga elishiga ruxsat qilmadi hamda Benkim doktor bilan ko'rishgan chaqda o'zining salomatlik ahvolidan oilasidagilarning nemishqa shuncha besaramjon bo'lib ketishining sababini so'radi. Mening yeshimdigilar kashlik tomoqqa cho'j go'shida qilingan salat yesa bo'lamdi, bo'lmamdi deb so'raydi u. Doktor texi yaqindala uning tomoq tizimligini o'zgartgan edi. Shunga shamol darib qelish hozir hazmning nacharlashishiga aylangan edi. Biroq cho'ng Katerinning gap qilgandagi ovozi yanala noit kesgan bo'lsa-mu, ammo asldagi turmush pozitsiyasiga texi to'liq qaytib bo'lmagan edi. Qeyrliqqa yondashib kun seri kuchayotgan susluq uning atrofdagi qo'lim qo'shinlarga bo'lgan qiziqishni ojizlashtirmagan bo'lsa-mu, biroq azaldili yetarlik holatga yetib baxmagan hesdoshligini burunliq gallashtirib o'tgan edi. Qaramoqqa Beaufortga kelgan bu ishni parvoyiga zodili olmaslik ancha osonga to'xtaydigandek qilmaydi. Mana hozir bu momay o'zining kasallik ahvoliga alohida ko'ngil bo'ladigan, shundaqla hozirgacha izchil nazarga ilmay kelgan bir qism oila a'zolariga sal mehribon muomala qiladigan bo'lib qolgan edi. Bo'libmi Villand apandi sharafli holda uning diqqatini tortdi. O'g'illari orasida u bu yoqni eng ko'zga ilmaydigan o'ringa tizib kelgan edi. Xotinining bu kishini mijoz xarakteri qaysar, aql parosati o'zgacha degandek bayonlar orqali maqtashga tirishishlari hamisha kishilarning qiqos kulkilariga dastak bo'ladi. Hozir yolg'ondan ingrashlari bu apandini qayni onasi qiziqadigan nishonga aylantirib qo'ygan edi. Mingot xonimning zo'migarlik bilan tushirgan buyruqida Kuyuğlum qızıtmisi yanğan haman bu yerga kelib, meningki bilan o'zining yemak-ishmak tizimligini ko'rib baxsun deyilgan edi. Cho'ng Katerin qizitmisi o'rlab qilishga hargiz sal qarg'il bo'lmaydiganligini tunji qitim tunib yetayotgandek qiladi. Oraniska xonimga xabar avatilib 24 soatdan keyin telegramma keldi. Ertasi kechda Washingtondan keladiganligi aytilgan edi. Bu chaqda Newland Archer er-xotin Villand oilasida tushlik tamoqda bo'lib o'tadi. Uning oldiga chiqish uchun Jersey shahriga kimning berish masalasi darhol o'tirg'a tashlandi. Villand oilasidagi ishlar xuddi oldingi qatordagi ishlarga o'xshash qatma-qat qiyinchiliklar orasiga tushib qolgan edi.
Mana hozir bu qiyinchiliklar talash tatishlarni avjiga chiqadi. Ko'pchilik o'rtaq holda Villand xonimni Jersey shahriga borolmaydi deb qaradi. Chunki shu kuni tushdan keyin u eriga hamroh bo'lib, cho'ng Katerinning huzuriga berish kerak. Uning ustiga Paytonmu bekor emas. Villand apandi qaynonasi og'rib qolgandan buyon birinchi qitim yo'qlab bormoqchi. Navoda salla mijozi yo'q bo'lib qolsa, akirib qo'yishga Payton tayyor turishi lozim. Villand apandining o'g'illarimi albatta shaharga kirmoqchi. Lofil Mingot ovdan qaytib kelmoqchi. Mingot oilasining Paytonimi uni akilib olishga bekitilgan. Yana kelib, qandoqla bo'lsin, may qishning kashqornida Jersey shahrida yursimi toz yaxshi emas. O'zining Paytoniga o'ltirib bodi degandimi bo'lmaydi. Shundaqdimi, Oraniska xonimni yolg'iz qaytib kelsin deb biror odamni vokzalgacha oldiga chiqmasa, bak so'sliq qilgandek ko'rinib qoladiganligi aniq. Bunda qilish cho'ng Katerinning irodasiga xilofda. Archer xonimning bezorlik bilan to'lgan so'zlaridan faqat 50 dak mushxil odamlarla bir oila kishilarini mushundaq tanqislikda qoldirdi degan ma'no chiqib turadi. Apamiz 50ning oldiga chiqishda qanchalik avarchilik bo'lganligini o'ylab baxmaydi ekan. Uni darhol qaytib kelsin deganligini ko'mamdigan. Mushumi kasalning dardidan bo'lgan ishmikin deb qoldim jumi. U texi Benkem doktorning aytganidek saqiyib ketmaganmi o'xshaydi. Odam oldirganda ha degandala gapni ketkizib qo'ydigan ahvollar yuz beradi. Taza o'ylanmayli eg'izdan chiqarib o'tgan bu gaplar Villand apandiga dastak bo'ldi. Augusta dedi chiroylari tatirib ketgan Villand apandi qo'lidagi velkini qo'yib, Benkim doktorni burunqidek ishonchlik emas bo'lib qopti deyishingizda yana boshqa sabablaringiz bormi? Chiroyi tatirish navbati endi Villand xonimga keldi. O'zining xatoligi keltirib chiqargan oxiri chiqmas oqibat ko'z oldida namoyon bo'lmoqda edi. Biroq u zo'rg'a kulib qo'ydi. Oster qo'lolisi kavupidan bir tishlam yeganmi bo'ldi. Ondan xushal ko'rinadigan chiroyini tirishib asliga keltirib gap boshildi. Shundoq, opangiz behli qiyirib ketdi. Benkim doktor bo'lsa, yashanganlarning kasalini davolashga ancha usta emas. Qadrligim, xuddi siz aytgandek, peshkanlik yolg'iz kelmaydi. Yana 10 yil yoki 15 yildan keyin xushal xuram holda yangidan doktor izlashimga to'g'ri keladigan o'xshaydi deb o'ylab qo'yapman. Amal bo'lmaganda ondan doktorni yangushliginimdan mushundaq qilganim yaxshidek turadi. Jur'at tepishib turgan bu qarorni chiqargandan keyin Villand apandi velkini qat'iy turda qaytadan qo'liga oldi. Biroq hozir kallamga kiravelayotgani Ellinning atkashda bu yerga qandoq kelishi bo'lib qiyotdi. Villand xonim tushlik tomoq shirasidan qo'zg'alib, hammaylarni atalmish saroy uyga boshlab chiqdi. Bu yerda so'sin tovar va malositdan boshqa narsa ko'zga ancha chiliqib ketmaydi. Uning so'zi yana davomlashdi. Ishlarni doim 24 soat burunli o'rinlashtiribetsam deyman. Archer cho'nqur xiyoldan beshini ko'tarib, bir kichik rasmga butun diqqati bilan tikildi. Qizil kiyimlik ikki kishi bahuzur ichishayotdi. Bu rasm qora abnus yog'ichidan qilingan 8 burjaklik ramkaga elinib, qapartma naqshli granit toshga bekitilgan edi. Uning oldiga men chiqay, dedi Archer taklif talaffuzida. Mening ish o'rnimdan chiqmag'im oson. Kechki o'z vaqtida berib, heliqi 4 chaqliq Paytonga ulgurishga ko'zim yetadi. Albatta, may yetkazib qo'ysalar. Bu gaplarni eg'izdan chiqarayotganida yuraklari hayajondan ixtiyorsiz jiddiy silib ketdi. Villand xonim tashakkur arlash devatdi. Derizi yiniga berib olgan maymu kayniga o'rilib qo'llash ma'nosida kulimsirdi. Mana qarang apa, hamma ishlar 24 soat burunli o'rinlashtirilib bo'ladi. U gap qilg'ash opasining g'amkin peshonasiga engishib suyib qo'ydi. Mayni Paytoni darvozada saqlamoqda. U Archerni federatsiya maydonigacha olib qo'ydi. Ondan Archer Broadwaydagi Amiviy Paytonga o'ltirib ish o'rniga bordi. May o'ziga xos bo'lib ketgan oshu bulunga joylashib olgandan keyin gap boshildi.
Baya yin qiyinchilikni o'tirg'a qo'yib, apamning ko'nglini parakanni qo'g'im kelmadi. Deb biqingchu. Ati Ellenning oldiga chiqish hamda uni Nyu-Yorkka akilishga qanaq cho'lingiz tegidi? Washingtonga baratdingiz emasmi? Bormaydigan bo'ldim. Dedi Archer. Bormaydigan bo'ldingiz? Qandaq bir ish bo'ldimi? Kumush qo'ng'iroqdek bu zil ovoz xotin bo'g'ichiga xos kuyinishga to'lgan edi. Dilo kechiktirildi. Keyingi surildi. Keyingi surildi. G'alit ish bu. Bugun atigan apamga Laytebray apandidan kelgan bir parcha xatni ko'rgan edim. Ata cho'ng bir patnet dilosi uchun Washingtonga berib, Oliy sud mahkamasidagi munozaraga qatnashganligini yozib ekan. Sizmi patnet dilosi bilan bordiganligingizni aytgan emasmi? Dal shu dilo. Biroq ish o'rnimizdagi hammalar ketib qolsaqmi bo'lmaydi-da. Laytebray bugun tushdan burun mangmoqchi. Undaqda bu dilo kechiktirilmabdi-ku amsa. Mayning inchiklab surishtirayotgan qiyofati sal benormal ko'rinib kelyotdi. Archerning qiziq qonlari mangizlarga tepdi. Xotinining ehtiyotchanlikni yo'qotgan holati uni biyab tuyg'uga keltirib qo'ydi. Yo'q, ammo mening berish vaqtim keyingi surildi. Archer javob bergach, ayni chaqda Washingtonga bordiganligimni aytganda, nima deb ortiqcha tushuntirib ketgan bo'g'aydim deb o'zini ko'nglida toza aybladi. Hamda qaysi bir kitobdan o'qiganligi esida qolmagan mono gaplarni xayolidan o'tkazdi. Aqlli yolg'onchi tafsilotlarni qo'shib qo'ydi. Eng aqlli yolg'onchi bundoq ko'chaga mangmaydi. Mayga bir qitim yolg'on aytishning qaraytish chaqliq. Ammo May hozir Archerning o'y xiyolini bilmagan qiyofatga kirib olishga tirishayotdi. Mushuni sezib qilish Archer uchun og'ir azob edi. Men keyinroq bordigan bo'ldim. Bundaqda oilanglarning ishini oson qila olgudekman. Archer mushu chiqib oladigan gap orqali qutulmoqchi bo'ldi. Usulining aqlga muvofiq bo'lishi uchun tirishqudakmi majoli qolmagan edi. Gap qilayotganida May menga tikilib qarayotamdikin degan xiyol kallasiga kelib qoldi. Shunga uning qarashlaridan o'zimni qochirgandek bo'lib qolmay deb o'ylab, nazarlarini Mayning ko'zlariga to'g'riladi. Ko'zlarning uchrashishi nihoyat qisqa vaqt davomlashdi. Bu qarashlarga nurg'un ma'nolar singan bo'lishi mumkin. Bu har ikkalan yuz berishini xohlamaydigan ish edi. Ras. Dedi May xushal holda uning ta'rifini ilib. Ellenning oldiga chiqishingiz ishlarni bek oson qildi. Bardiganligingizni anglaganda apamning qanchalik xursand bo'lganligini anglamadingizmi? Uning oldiga chiqa oladiganligimdan xushalman. Payton to'xtadi. Archer tushadigan chaqda May uningga chaplashdi va qo'llarini uning qo'llari ustiga qo'yib, "Xo'sh, qadrligim", dedi. Mayning ko'zlari to'limi ko'k edi. Uning nazari ko'z yoshlaridan o'tib, menga tikilganmidi? Bu Archerning birdamdan keyingi xiyoli. Archer kayniga burildi-da, federatsiya maydonini aldirash kesib o'tdi. Ko'nglida muni bir jumlanila takrorlamoqda edi. Jersi shahridan cho'ng Katerinning uyiga borgacha jami 2 soat ketadi. Jami 2 soat. Balkim uningdan uzoqroq bo'lishi mumkin. Xotinining so'sin ranglik Paytoni kechikda Archerni elib olib, Jersi shahridagi Pensilvaniya vokzaliga ochiq oshkora ilib mangdi. Havo tutuq. Bu kuni tushdan keyin qor yig'yotdi. Aks sadolar yangrab turgan vokzalda gaz lampalari burunli yiqilgan edi. Archer vokzal supsida oldi keyniga mang'ash Washingtondan keladigan tez poyezdni saqlayotdi. Bu chaqda u ixtiyorsiz ba'zilarning Hudson daryosi ostidan bir tonel qazilsa, Pensilvaniya temir yo'ldagi poyezdlar bu tonel orqali Nyu-Yorkka bevosita bora oladi deb qaraydiganligini esiga oldi. Bundaq gapni qiluvchilarning hammasi xiyolparastlar. Ular yana Atlantik okeanni kesib o'tishiga 5 kunlik ketadigan paraxodlarning yasildiganligi, uchar jismlarning kashf qilinadiganligi, yo'ritishning tok bilan ishga oshiriladiganligi
aloqalashishda simsiz telefonlarning ishiltadiganligi to'g'risidagi farazlarni yana uningdan boshqa cho'chaklardagi mo'jizalarga o'xshab ketadigan paranglarni silishatdi. 10 yil yasalmag'icha har qanday bir farazning amalga eshishi bilan karim yo'q. Bu Archerning xiyol ichidagi so'zlari edi. U o'tir maktab mezgildagi oshib baxt tuyg'usi ichida Oraniska xonimning poyezddan tushayotgan holatini tasavvur qilishga boshladi. U nihoyat yiroqda turibla kishilar to'pi orasidagi nurg'unlagan ahamiyatsiz chiroylar ichidan Oraniska xonimni tunib oldi. U Archerni qo'ltiqlig'icha Paytonning yeniga keldi. Ular pristonga oldirmay tinmay mang'udi. Yo'l bo'yi ushqandek chepayotgan atlar, eg'ir yuk besilgan harbilar, vaqirishib, jaqirishayotgan harbikashlar yaqinidan o'tgandan keyin kishini hayron qoldirgudek darajada jimjitlikqa cho'mgan kechik kemasiga chiqishdi. Qor ushqunlari lapildab turgan kemida yon-muyon o'ltirdi. Ondan nihoyat siliq mangadigan Paytonga chiqishdi. Oyog'i ostidagi qorlarni orqada qoldirib, quyoshning yana bir tarafiga qarab yo'l oldi. Odamning aqli yetmaydigan yeri Archer uningga deydiganlarning shunchalik ko'pligini bayqamoqda. Qanday qilganda ularni ravon so'z jumlalarga aylantirg'ili bo'la? Poyezdning guldirlagan ovozi bargancha yaqinlashdi. U xuddi o'lji bilan qaytgan devidek vokzalga asta-asta kirib keldi. Archer kishilar to'pi orasidan qisilib o'tib, oldi tarafga etildi. Ammo poyezd derizlariga tengirqash ilkida qarash bilan ozroq turib qoldi. Arqadilla yaqinli joyda turgan Oraniska xonimning tatargan, hayronlik qoplagan chiroyi ko'ziga chiliqdi. Mushu daqiqada Oraniska xonimning taq turqini unutib qilishdan paydo bo'lgan xijillik tuyg'usi qalbiga bosib kirdi. Ular yaqinlashdi. Qo'llar bir-biri bilan uchrashdi. Archer uning biligidan qo'ltiqlab, "Bu yoqqa mangayli. Paytona keldim", dedi. Shuningdan keyingi ahvollar uning xiyolida intilgani bilan tamoman o'xshash bo'lib chiqdi. Archer uni Paytonga yo'lab chiqadi. Yuk taxlarini mo Paytonga soldi. Ondan momasining kasallik ahvoli to'g'risida yuzakili to'xtalib, uning ko'nglini aram topqizdi. Beaufortning ahvoli to'g'risida ozroq tushuncha bergan bo'ldi. Oraniska xonimning ko'ngli yumshoqlik bilan bechora Regina deyishi Archerni qattiq ta'sirlantirdi. Mushu chog'da vokzaldagi qalaymaqonchilik ichidan qutulib chiqqan Payton tiyilg'oq bo'lib ketgan yon to'liqni bo'ylab pristonga mingish bosqichiga o'tgan edi. Ularning ko'nglini parakanda qilayotgani lapanglab mengayotgan ko'mir harbilari, o'rkigan otlar, qalaymaqon o'tishayotgan yuk harbilari edi. Bo'libmi bir harbining o'tishidan ko'ngli behla g'ash bo'lgan Oraniska xonim ko'zlarini yumib oldi. U harbi o'tib ketgandan keyin Archerning qo'llarini mahkam tutib turib, "Bityari momamga tayyorlangan bo'lmisan?" dedi. "Oy, yo'q, hozir ko'p yaxshi bo'lib ketdi. Rostilla to'liq saqayib ketdi. Qarang, o'tib ketdi-ku." Xuddi bunisi texmi muhimdek gap qildi Archer. Oraniska xonimning qo'llari yanala uning olqinida edi. Payton kechik taxtasidan tavranginicha o'tib chog'da Archer yengishib uning chippida kelgan qo'ng'ir rangli palini yashtida allaqallarga so'ydi. Oraniska xonim susquni kulimsirab qo'llarini sug'urib oldi. "Bugun mening keladiganligimni o'ylab baxmagan bo'g'aydingiz?" dedi Archer. Yo'q. Asli Washingtonga sizni ko'gilib olmoqchidim. Hammani o'rinlashtiribmi bo'lgan? Tas qaptiman siz bilan poyezdda o'tishib ketgili. Shunaqmi bo'ldimi? Xuddi o'zini qochirish qiyin bo'lgan xatardan cho'chib ketgandek tovlivatdi Oraniska xonim. Bilamsiz, sizni unutib ketayli deb qaptiman. Meni unutib ketgili tasliq qapsizmi? Demakchi bo'g'inim, nima desam bo'la? Men hamisha mundaq bir tuyg'uda. Men uchun aytganda, sizning har bir qaytim paydo bo'lishingiz bir yangi boshlanishdan derak beradi. Shundoq, bilaman.
siz uchun aytganda menmi shundaqmi? so'radi Archer. U beshini langshitganicha derazadan sirtqa qarab oldi. Ellen. Hay, Ellen. Oraniska xonim ündemedi. Archer jimjit o'ltirganicha uningga tikildi. Qar cho'qqilari alatag'il tusga kirgizgan qarang'u Oraniska xonimning yondan ko'rinayotgan simasini asta-asta ittirmoqda edi. Uzoqqa so'zilgan bu 4 oy jarayonida u nima ishlarni qilgandi? Aramizdagi tushunish haqiqatan kamchilgan. deb o'yladi Archer. Qimmatli minutlar jimjitlik ichida o'tib ketayotmoqda. Ammo Archer uningga demoqchi bo'lgan gaplarini yodiga ololmay, faqat o'zlarining ham yiqilishayotgan, ham yiroqlashayotgan munosabatining siri ustida tengirqash ichida o'ylanish bilan aldirash bo'lib qelyotdi. Hozir ikkalanning shuncha yaqin o'ltiribmi, bir-birining chiroyini ko'ranmasligini Archerning xiyolidagi ashu ahvolga simol qilishga bo'ladi. Ajab chiroyli paytonkina bu, mayning o'xshamamdi. To'satdan so'radi u. Derazaga yo'langan chiroyi Archerga burildi. Ha, Oldimga chiqishga sizni may avatibdi-da. U haqiqatan mabah yaxshi jimi. Archer shu hamon bir nima demadi. Ammo orqadanla terikkan holda ikkimiz Bostonda ko'rishgan kunning ertasi eringizning kotibi kelib, men bilan ko'rishdi. devatdi. Archer uning yozgan qisqa xatida Revei apandining o'zini izlab kelganligi to'g'risida bir nima demagan. Aslida buni ko'ngliga pukuvetish maqsadida edi. Biroq Oraniska xonimning o'zlari o'ltirgan mushu paytunni vosita qilib, mayning gapini chiqarishi bilan Archerda o'ch elish qaramligi paydo bo'ldi. Mushundaq paytda u mayning ismini chiqardi. Menmu Reveini tilga ipaqay. Qaysimiz bekrak biyarim bo'lamizkin qani. Archer mushu natijani ko'rib baxmoqchi edi. Archer uning odat xarakterlik salmoqidan qutulishga tashnab bo'layotgan mushu paytdami, u yanala boshqa ba'zi bir so'rinlardagidekla hayronlikni o'ziga ozroqmi yaqin yo'latmay o'ltiratdi. Ahvoldan qaraganda Revei uning xati yozib tikanda. Hurmatli radio anglag'uchilar, Amerikalik mashhur yozuvchi Edis Whartonning G'ubarsiz yillar nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atigi programmamizda anglag'aysizlar.